Hürmetli kelozor köyçiler, yaxşımsızlar. Yaxşımısızlar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 30. günü Perşembe. Dekallar kalendari boyunca 6. ayının 17. günü. Haberlerimizi görüşünle karşılayalımız. Bugünkü xəbərlərimizin mühim məzmunları tövəndikcə. Şinjan, başucu Xi Jinping'in mühim sözünün ruhunu ögünüp ve sırlaştırıp, sünni akıl koşulgan hareketini yukarı orundan algı sürüp, köp mənbəlik qo'llanish muhitini kengaytib, her saha, her kasbga umumyüzlik quvvat qo'shdi. Şinjan yaxşı joy temasidagi Şinjanga g'ayri-moddiy madaniyat meroslari jihatda yordam berish 2026 yillik bosh temalik ko'rgazma faoliyati boshlandi. Mamlakatning xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Shuhrat Zokir faoliyatning boshlanganligini jakarladi. Erkin Tuniyaz tabrik so'zi qildi. Devletimiz boyunca bir qatımdala kengaytish musofasi eng uzun yuqori sur'atlik tosh yo'ltiri Davlat yo'li 30 liniyasi Lianyungan qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lining Shingshincha Qomul Toyuq bölükini kengaytish qurilishi tamomlanib, qatnash boshlandi. Mamlakat bo'yicha eng cho'ng neftlik hamroh gaz bartaraf qilish punkti Şinjangda ishga kirishtirildi. Şinjan erkin savdo-sanoq rayoni kasb zanjirida to'plama yangilik yaratish tadbirini tunji qatam chiqardi. Endi tafsiliy mazmunlarini ko'rsatamiz. Başşuji Xi Jinping fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'rilishini kuchaytirib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirish kerak deb ta'kidladi. Abdulum rayon mavqani boyliq ustiligiga qo'yib, raqamlashtirish fursatini ching tutib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini yuqori o'rindan olg'a surib, ko'p manbalik qo'llanish muhitini kengaytib, kasb darajasini o'stirish, xalq turmushini yaxshilash va jamiyatni idora qilishga raqamlashtirish, aqllashtirish orqali kuch qo'shib, yuqori sifatli taraqqiyotning quvvatini oshirdi. Şinjan tok yetkizиш besim o'zgartish shakli şirketining yurishtirish tekshirish xodimlari 750 kilovoltlik Urumchi shimoliy transformator punktidan 750 kilovoltlik Chingodaxu transformator punktigacha bo'lgan ikkinchi liniyani odamsiz uchqida charlash mashg'uloti qilmoqda. Liniya charlash xizmati piyoda charlashdan odamsiz uchqida charlashga o'zgardi. Odamsiz uchqu belgilangan liniya bo'yicha uchib, yaqin oraliqdan yuqori suzuklikda singa elib, orqa supining aql hisoblashi orqali liniyadagi kashiliga avtomatik hukm qiladi. Har bir bolta, har bir ulanish nuqtasini bir-birlab tekshirdi. Xizmat salmaqi nihoyat cho'ng, aql supida hisoblash orqali liniya charlash xizmatining unumini texmi oshirdik. Şinjanning yeri keng, tok yetkizish liniyasi uzun. Davlat elektr tori Şinjan elektr energiya cheklik shirkati soatdagi bosh og'ritadigan nuqtani hal qilish uchun bultur 10-oyda odamsiz ushqu charlab to'plagan suratni farqlantirishda hisoblash usuli o'tkiliga maxsus hujum qilish xizmatini boshladi. Hozirgacha tok yetkizish liniyasidagi kamtiklikni hisoblash usuli modelidan 88 ni yangilab mukammallashtirdi. 110 kilovoltlikdan 750 kilovoltlikcha bo'lgan tok yetkizish liniyasida ko'lamli qo'llanishni amalga oshirdi. 7. aydan buyon kamtiklikni farqlantirish bayqash nisbati, to'g'riliq nisbati 90% dan yuqori bo'layotdi. Chertyosh tekshirish xizmat miqdori 97% dan ko'proq azaydi. Xizmat unumi ko'rinarli oshdi. Navbatda Şinjangda sun'iy aqlni qo'llanish muhiti kengaydi. 100 dan ortiq ulgi ko'rsatish muhiti amaliylashdi. Sanjida 1,700,000 raqamlik etiz yon telefonda boshqarilib, mobishi tanarxi 300 yuan tejilib foyda ochdi. Sharqiy Junqar Bog'diko'li energiya shirkatining janubiy usti ochiq ko'mir keni dunyo bo'yicha eng cho'ng shofirsiz yurish ulgi bazasi barpo qilib, 243 shofirsiz kon avtomobilining doimlik mashg'ulot qilishini amalga oshirdi. Ma'muriy ishlar mulozimati sohasidagi raqamlashtirish orqali xalqqa qulaylik yaratishning foydasi sijil yetkazildi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yangi shahar rayoni ma'muriy ishlar mulozimat zalida yaqinda mashina odam Shachi X02 ishga chiqdi. Uningga oldingi qatorda turadigan ko'p turlik aql texnika to'plangan. Yuqori aniqlikdagi xarita va ko'p senzorlik sezish sistemasiga tayinib, zalda jonliq aylanib yurib, maslahat berish, ko'zniki boshlash qatorliq takror xizmatlarni qiladi. Ish bajargili kelgan ammo aqllashtirish yaratib bergan qulaylikni his qildi. 可以前往1楼自贸区窗口咨询办理，我可以带您去，请跟我来。 好的。 Nomer elish, yo'l boshlash ishlarini yaxshi qildikan, ma'muriy ishlar mulozimatining bargan sari aqllashib, ish unumining ishiyotganligini his qildim. Mashina odamga cho'ng model bilan ma'muriy ishlar mulozimati birlashtirilgan maxsus bilim ombiri rayonning kasb siyosati kirgizilgan, siyosatni bir tutash tushuntirish, farqsiz bo'lishni amalga oshirdik. Bu yil kirgandan buyon Şinjan sun'iy aql qo'shilgan harakatini puxta olg'a surib, avtonom rayonning sun'iy aql qo'shilgan harakatini olg'a surish 2026-yillik xizmat muhim nuqtasini e'lon qilib, vazifa tizimligini oydinlashtirib, maxsus xomchot mablag' ajratib, sun'iy aql nuqtaliq turlarini amaliylashtirish yordam berdi. Hamda avtonom rayonning aql yeshil hisoblash kuchi markazini joylashtirish loyihasini besib tarqatdi. Navbatda Urumchi shahri, Qarmay shahri, Qumul shahri, Sanjo oblasti qatorliq joylarning aql hisoblash markazi ishga kirishtirilib, hisoblash kuchi ko'lami 30,000 pflopisga yetib,
hisoblash kuchining o'li sijil puxtalandi. 15-5 yil mezgilida avtonom rayon sun'iy aql qo'shilgan harakatini yo'lga qo'yishni teziltib, sun'iy aqlni kasb taraqqiyoti, madaniyat qurilishi, xalq turmushini kafolatlantirish, jamiyatni idora qilish bilan birlashtirishni kuchaytirib, ta'minlash qo'llanish muhitini kengaytirib, har soha, har kasbga har taraflama quvvat qo'shadi. Sun'iy aql kasbi mislsiz taraqqiyot fursatiga erishdi. Hisoblash kuchining o'lini sijil puxtalab, qo'llanish muhitini kengaytirib, kasb taraqqiyoti ekologiyasini takomillashtirib, sun'iy aqlning energiya boyligi, zamonaviy yez egiligi, chegara alqigan savdo qatorliq o'zgacha kasblar bilan cho'nqur yo'g'rilishiga turtki bo'lib, kasblarning tipini o'zgartirish, darajasini o'stirishni ilgari suramiz. Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirishda mo'l natijalar qo'lga keldi. G'ayriy moddiy madaniyat meroslari texim julolandi. Madaniyat va sayohat ministerligi, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumati, Şinjan ishlab chiqarish qurilish bintuvani birlashib bosh bo'lib uyushtirgan Şinjan yaxshi joy temisidagi Şinjanga g'ayriy moddiy madaniyat meroslari jihati yordam berish U mundaqdi. Partiya 18 qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida va ko'ngil bo'lishi g'amxo'rlik qilishida Şinjan yangi davrdagi partiyaning Şinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, Jonghwa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda chingtirib, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib va yetaklab, jasorat bilan ilgirlab, Tianshanning janub-shimolida jamiyat inoq muqim bo'lgan, xalq xotirjam yashaydigan, xushal-xuram ishlaydigan avot manzarni barliqqa keltirdi. Şinjan yaxshi joy temisidagi Şinjanga g'ayriy moddiy madaniyat meroslari jihati yordam berish bosh temalik ko'rgazma faoliyati 2021-yildan boshlab uda 6 navbat o'tkazilib, mo'l natijalar qo'lga kelib, ta'sir doirasi kengayib, Şinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni cho'nqur amalda ko'rsatish, Jonghwa millati o'rtaq gavdasi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlash, millatlarning oralishishi, almashtirishi, yo'g'rilishini ilgari surishdagi kursliq faoliyatga aylandi. Bu qitimliq faoliyatni fursat deb bilib, qarindosh o'lka shaharlar bilan madaniyat almashtirishni sijil cho'nqurlashtirib, g'ayriy moddiy madaniyat meroslari orqali Şinjan hikoyasini yaxshi so'zlab, Jonghwa madaniyatini amaliy buyum, amaliy manzara, amaliy ish orqali kishilar qalbiga cho'nqur singdirib, uning shonliq davr nurini texmi jalolantiramiz. Faoliyat maydonida san'atdagi g'ayriy moddiy madaniyat meroslarining sehri kuchi qatorliq nomerlar o'rinlanib, g'ayriy moddiy madaniyat merosini qo'g'dash va uningga varislik qilish natijalari markazlik aks ettirilib, madaniyatlar yo'g'rilishining sehri kuchi namoyon qilindi. Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi ishlaydigan Jongodagi g'ayriy moddiy madaniyat meroslari Bington bo'ligi nomli madaniyat programmasini suratga elish boshlandi. Avtonom rayon va Bington rahbarlari Şinjanga g'ayriy moddiy madaniyat meroslari jihatda yordam berish, fidoilar tushuntirish atirtiga bayroq berdi. Bu qitimliq faoliyatda Şinjangni madaniyat orqali oziqlantirish, g'ayriy moddiy madaniyat meroslarini jo'lalantirish bosh tema. Jonghwa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniya qilinib, 31 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shahar va Bingtonning 651 xil g'ayriy moddiy madaniyat merosi vakillik turi, 549 varisi jam bo'ldi. Qatnashgan o'lka, avtonom rayon, shahar ko'rgazma qilingan tur sonida tarixiy yuqori saviya yoritildi. Bosh temalik ko'rgazmadan boshqa g'ayriy moddiy madaniyat merosi, naqshi usul to'plami, g'ayriy moddiy madaniyat merosi, xos manzara marikasi, g'ayriy moddiy madaniyat merosi, fan texnikada yangilik yaratish ko'rgazmasi, g'ayriy moddiy madaniyat merosi, o'rgatish darsxonasi, g'ayriy moddiy madaniyat merosi, madaniyat ijodiyati to'plami, she'rdagi g'ayriy moddiy madaniyat merosi, hamturtki ko'rigi qatorliq o'zgacha faoliyatlar o'tkaziladi. Hamda g'ayriy moddiy madaniyat merosi xizmatxonalari boyliqni udullashtirish, almashtirish ham baharlashga tashkillanib, tutqili his qilg'ili, anglag'ili, huzurlanqili bo'ladigan cho'kma madaniyat katta marikasi tayyorlanadi. Markaz va davlat organlari, munosabatlik ministerlik komitetlaridan kelgan aziz mehmonlar, har qaysi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlarning madaniyat va sayohat tarmoqlaridagi munosabatlik mas'ul yo'ldoshlar, mutaxassis olimlar, soha jamiyatlari, korxona supi mas'ullari faoliyatga qatnashdi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yaqinda tekshirib tadqiq qilish guruhisini boshlab, Qashqar viloyati, Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti, Ili Qozoq avtonom oblastiga berib, port, davlat darvozasi, bog'cha rayoni, korxona, nuqtliq tur qurilishi, naq maydoni qatorliq joylarda tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, puhraviy egilikning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishni cho'ridab, maxsus temada tekshirib tadqiq qildi. U munolarni ta'kidladi. Boshlovchi Xi Jinpingning puhraviy egilikni taraqqiy qildirish va tijorat savdo muhitini a'lollashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'zlashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasi va avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat o'rinlashtirishini izchillashtirib, amaliylashtirib, Jonghwa Xalq Jumhuriyatining puhraviy egilikni ilgari surish qonuni, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining tijorat savdo muhitini a'lollashtirish nizomini umumyuzlik izchillashtirish, yo'lga qo'yishni haqiqiy ching tutib, puhraviy egilikning taraqqiy qilib so'rayishini uzluksiz ilgari surib, Şinjanning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishga kuchli harakatlantirgich kuch qo'shish kerak.
Zumrat Obul Erkashtan porti, Qashqar tamojnisi, Qo'rg'os porti, Qo'rg'os quruqliq porti xalqaro ashyo obrot rayoniga berib, portning tamojnadan o'tkazish unumi, korxonalarga naf yetkazish siyosatini amaliylashtirish ahvoli qatorliqlarni egalladi. Ichki tashqi ishki bozorni texmo yaxshi bir tutash planlab, yangi taraqqiyot andisiga tashabbuskorlik bilan mulozimat qilib va yo'g'irlab, port qurilishini sijil kuchaytirib, tamojnadan o'tkazish andisida yangilik yaratishni cho'nqurlashtirib, portning uchirlashish, aqillashish saviyasini o'stirib, davlat ichi sirtiga echib etish quvvatini yanama qo'zg'ash kerak deb ko'rsatdi. Zumrat Obul Shenzhen xalqaro kesim mahkamasining Qashqar sho'basida chet elga chetishlik qonun mulozimati xizmatining qanot yaydirilish ahvolini egalladi. Kasbiy afzallikni joriy qildirib, Guangdong bilan Xinjiangning qonunchilik sohasidagi hamkorligini sijil cho'nqurlashtirib, bir balbog' bir yo'l qurilishiga faol mulozimat qilib, Xinjiangning bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan, birinchi qatorda turadigan tijorat savdo muhiti yaratishiga kuch qo'shish kerak deb ta'kidladi. Zumrat Obul Qashqar Silikang aqil pan texnika cheklik shirkati, Xinjiang Dabo dorigarlik cheklik shirkatida korxona mas'ullari bilan cho'nqur fikr almashtirib, korxonaning ishlab chiqarish tijorat qatorliq ahvollarini egalladi. Korxonani taraqqiyot ishonchini chingitib, siyosat fursatini ching tutib, mahsulotning qo'shilma qimmati va bozor raqobat kuchini oshirishga ilhomlantirdi. Bexatarlik yoshirin xavfini birma-bir tekshirib tugitishni doimlashtirib, bexatarlik va foydani mos qadamda oshirish kerak deb ta'kidladi. Zumrat Obul Mo'ng'ulko'ra nahiyasi Mayak ziyoli yoshlar sariyiga berib, Xijovlongning ish izlari ko'rgazmaxonasini ekskursiya qildi. Yo'ldosh Xijovlong Mo'ng'ulko'ra nahiyalik 15-16 navbatlik xalq qurultayining vakili bo'lgan. Uning shaxsiyatsiz, sop xalqchilik hissiyoti, uzoqqacha bo'shashmaslikdek amaliy ishlash stili har bir vakilning o'rganishiga arziydi. Har darajali xalq qurultayi vakillari to'g'ri siyosiy natija qarshini boshdan oxir yetakchi qilib, ulgaga to'g'rilanib, davr mas'uliyatini namoyon qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishga xalq qurultayining aql parasti va vakillarining kuchini qo'shishi kerak dedi. Dövlətimiz boyunca bir qeytimdili kengaytish musabisi eng uzun yuqur süratlik taş yol türü dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungang Qo'rg'os yuqur süratlik taş yoluning Xinxingsha Qumul Tuyuq bölігini kengaytish qurilishi tamamlanib, bugun qatnash boshlandi. Bu Qumul Everg'ol haq elish punkti. Davlat yo'li 30-cı liniyasi Lianyungang Qo'rg'os yuqur suratlik tash yo'lining Xinxingsha Qumul Tuyuq bölігini kengaytish qurilishi tamamlanib, bugun qatnash boshlandi. Cho'l bayovandagi 8 yo'lliq yep-yangi yo'l shakllandi. Davlat yo'li 30-cı liniyasi Lianyungang Qo'rg'os yuqori suratlik tosh yo'li Xinxingsha Qumul Tuyuq bölügining uzunligi 537 kilometr. Kengaytish qurilishi 2023-yili 12-oyda boshlangan. Yo'l uli 28 metrdan 42 metrga kengaytirilib, yurish unumi zo'r darajada oshdi. Xinjiangga kirib chiqadigan asosliq yo'lining iqtidori aslab oshdi. Yuk transportida safar vaqti taxminan 2 soat qisqarib, yuqori suratli tosh yo'l bilan temir yo'l, davlat yo'li, o'lka yo'li g'o'llaniyalarini yo'chiqsiz jepsilashtirish ishga oshdi. Xinjiangning sharqi darvozasi orqali Xinjiangga kirib chiqadigan bu birdan-bir yo'l o'zgartishdan burun qo'sh yo'nalishda 4 avtomobil yo'li bor edi. Avtomobil ko'p, uning ustiga bo'ron, yuqori tovan temperatura qatorliq nachar havo haroyi ta'sirida yil bo'yi qistongchilik bo'ladi. Kengaytilgandan keyin yo'l kengayib, kuchli yadroliq texnikalar qo'shilib, sifat va darajani o'stirish ishga oshirildi. Tash yo'li Tuyuq mulozimat rayoni. Bu yer bu qitim kengaytib yasalgan yo'l bo'ligining g'arbidagi oxirgi nuqta. Xinxingsha Tuyuq liniyasidagi 12 mulozimat rayonimi bu qitim mos qadamda o'zgartirilib, darajasi o'stirildi. Tuyuq mulozimat rayoni butunlay yangicha qiyofatga kirdi. Yangi mulozimat rayonida avtomobil to'xtatish o'rnidan 224 bor. To'salg'usiz avtomobil to'xtatish o'rni, remontxona, uy avtomobil to'xtatish o'rni, to'qachilash o'rni qatorliqlarni ko'paytirdik. Hojatxona 80% ga yaqin kengaytildi. Shoferlar va yo'lovchilarga iliqlik yetkazish uchun shoferlar oilasi muncha qatorliqlarga saplandi. Jongo Neft tabiiy gaz guruhi Xinjiang neftlik shirkati neft elish 2-chi zavodining 81-ci tabiiy gaz bir taraf qilish punktining iqtidorini oshirib o'zgartish qurilishi tamomlanib, 15 kun sinaq tariqasida yurishtirish orqali bugun rasmiy ishga kirishtirildi. Davlatimizdagi ko'lami eng cho'ng bu hamroh gaz bir taraf qilish punktining kundalik tabiiy gaz bir taraf qilish iqtidori 2.500.000 kub metrga yetmaslikdan 3.900.000 kub metrga yetdi. Iqtidorini oshirib o'zgartish qurilishi 270 kunda, ya'ni plandagidan 90 kun burun tamomlanib, 19 million yuandan ortiq tannarx tejilib qoldi. Yangi qurilma ishlatilgandan keyin Xinjiang neftlik shirkati neft elish 2-chi zavodi hamroh gazni punktga bir tutash kirgizish, markazlik bir taraf qilishni amalga oshirdi. Yilda 43.000 tonna yenik hidrokarbon, 23.700 tonna suyuqlantirilgan gaz bir taraf qilib, tekshirish, remont qilish mezgilida hamroh gazni havoga qo'yib etishdek qiyin masalani uzil kesil hal qildi. Hamroh gazni bir taraf qilgandan keyin tarkibidagi gungurt, suv, hidrokarbon ko'rsatkichi davlatning birinchi turdagi gaz chiqarish o'lchamiga yetdi. Havoga qo'yib etiladigan hamroh gaz 30 million kub metr, karbon 4585,6 tonna aziydi.
Abdurrahman rayon yaqında Jungo Şinjan Erkin Sorusanak rayoni biyo-tibbiy doğurgarlik bütün kasb zanjirining ochiq ijodiy taraqqiyotini qo'llash to'g'risidagi bir qancha tadbirni chiqarib, biyo-tibbiy doğurgarlik bütün kasb zanjirining ochiq ijodiy taraqqiyotiga quvvat qo'shdi. Bu Erkin Sorusanak rayoni qurilgandan buyon Abdurrahman rayon tunji qatim chiqargan Erkin Sorusanak rayoni kasb zanjirida to'plami yangilik yaratish tadbiri. Biyo-tibbiy doğurgarlikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish avtonom rayonning yangidan gullanayotgan strategiyalik kasblarni yetishtirish zo'raytishdagi nuqtaliq yo'nalishining biri. Şinjan Erkin Soda Sınaq rayoniga Şinjandagi 70%dan ko'p biyo-tibbiy doğurgarlik korxonasi to'plangan. Kasb to'planish afzalligi gavdalik. Bu qitim chiqarilgan maxsus tadbirda diqqat kasb taraqqiyotidagi bosh og'ritadigan qiyin nuqtalarga markazlashtirilib, tijorat soda muhiti, tadqiqotda yangilik yaratish, xalqaro taraqqiyot, mahsulot tunishtirish, omil kapolatidan iborat 5 jihatda 19 konkret tadbir o'tirg'a qo'yildi. Biyo-tibbiy doğurgarlik sohasidagi ma'muriy ishlar mulozimati islohotini cho'nqirlashtirib, nuqtaliq korxonalarni yetishtirish tizimligi va aloqalashish tuzumini bekitib, biyo-tibbiy doğurgarlik yadroliq texnikasida kuchni to'plab o'tkal hujum qilib, avtonom rayonning muhim fan texnik turlarini joylashtirib yo'lga qo'yib, xalqaro tibbiy doğurgarlik almashtirish supisi barpo qilamiz. Avtonom rayon loyihaga asosan biyo-tibbiy doğurgarlik mahsulot ishlab chiqarish turlarini amaliylashtirib, kengaytishni ko'p xil tadbirni tang qo'llanib teziltib, jongi doğurliq o'simlikini o'lchamlashtirib terish bazasi barpo qilib, Erkin Soda Sınaq rayonining o'zgacha dora davolash uskunasi ishiltish, tonishtirish mundarajasi tuzidi. Kapital, pul muomala, bilim mulk huquqi, sonliq ma'lumot obroti qatorliq butun zanjirlik omil kapolatini kuchaytirib, fan texnika pul muomalasi va sug'urta mulozimatini mukammallashtirib, Şinjan Erkin Soda Sınaq rayoni biyo-tibbiy doğurgarlik kasbining yuqori sifatlik ochiq taraqqiyotiga kuch qo'shadi. Shandong aviatsiyasining Boeing 737 tipliq höddi yük aeroplani 7 ayning 29 kuni soat 6dan 40 minut o'tganda Qashqar Layning xalqaro aeroportiga qo'ndi. Buning bilan Urumchi, Toshkent, Qashqar xalqaro aylanma höddi yük aeroplani sinaq tariqasida o'ngishli qatnab, Şinjan bilan O'rta Osiyo orasida yük transport yangi andisi barpo qilindi. Bu aviatsiya liniyasida aylanma tijorat andisi qo'llanildi. Urumchi Toshkent, Toshkent Qashqar, Qashqar Toshkent, Toshkent Urumchi aro aviatsiya bo'lagida tartib bo'yicha aeroplan qatnaydi. Bu qitimliq sinaq tariqasida qatnashda mashinsozlik elektron jabduqlari, kiyim-kechak, kundalik turmush buyumlari qatorliqlarni o'z ichiga olgan 15 tonna mol chegaradan chiqarildi. Chegaradan kirgan aeroplanda O'rta Osiyoning alohida mahsulotlaridan Toshkentning limon murabbasi, meva ichimligi, tozlangan yemeklik qatorliq 8 turdagi 7 tonna o'zgacha yemekligi to'shib kelindi. Aeroport tamojna chegara tekshirishidan iborat 3 taraf butun jarayonda hamkorlashib kapolatlantirib, tamojnadan o'tkazish maxsus loyihasini xoslashtirib tuzdi. Kelgan hamon tekshirib mangdirishdek tamojnadan o'tkazish andisini yo'lga qo'ydik. Mal 1 soat 45 minutda tamojnadan o'tkazilib, chegaradan chiqarilib, Toshkentga bevosita uchadigan aeroplanga qochilindi. Tamojnadan o'tkazish vaqti 78% qisqardi. Fujian o'lkasining Sanming shahri Tasirqay daryosi vag'risining suv, tuproq boyligi va rayon afzalligini ko'zda tutib, mehrgiya o'stirish texnikasini Manas nahiyasiga olib kelib, o'rmonlik iqtisodiy kasb rayoni barpo qilib, yezgiligi bilan sayohatchilikning cho'nqur yo'g'irilishiga turtki bo'lib, dehqon chorvachilarning kirmini ko'p manbalik muqim oshirishiga kuch qo'shdi. Bu mehrgiya 60-70% pishdi. Cho'risining oqligi buning yana o'sadiganligini bildirdi. Yig'digan chaqda qaychida bevosita kesibla elib olsak bo'ladi. Şinjanga yordam berayotgan mutaxassis Manas nahiyasi Tasirqay yesining Xongsabon kentidagi o'rmonlik iqtisodiy ulgu rayonida mehri giyohning o'sish ahvolini tekshirib, teriqchilarga ochqishliq texnikalarni naq maydonda o'rgatdi. Fujian o'lkasi Sanming shahrining Şinjanga nuqtaliq yordam berishdagi kasb jihatda yo'lash turi bo'lgan bu ulgu rayon a'lo sifatlik, shakli chiroyli mehri giyoh sorti kirgizib, ekologiyalik teriqchilik, sayli sayohat, o'zgacha baxmachilik qatorliq ko'p xil kasb holati bilan yo'g'irib, bekor turgan o'rmon boyligini unumli jonlantirib, kirimni ko'p manbalik oshirdi. Mehrigiyahdan ham o'zira olg'ili ham sotqili bo'ladi. Mehrigiyah sahra aramgoyimizga nurg'un sayohatchi jalb qilib berdi. Kirimimiz oshdi. Fujian o'lkasi Şinjanga yordam berish qo'mondonlik shtabining Sanming sho'basi kasb zanjirini yanama uzartish, kasb qo'shilma qiymatini oshirish uchun ekologiyalik aylanma teriqchilik, baxmachilik yangi andisi ustida izlanib, mehrigiyah o'stirishdan chiqqan zamburug' tiripi, keraksiz yetishtirish asosiy qatorliq tashlandiq materiallarni kasbiy bir taraf qilib, a'lo sifatlik yem-xashakka aylantirib, mehrigiyah o'stirish, zamburug' tiripi bilan chorva beqish, ekologiyalik aylanish birlashtirilgan yeshil kasb yep halqasini kuchab barpo qildi. Şunun bilan birga o'lchamlik zamburug' bo'lig'i ishlab chiqarish qatorliq ilg'or texnika uskunlarni kirgizib, qishda o'stirishda temperaturani o'riltish, yurishlik aslahasini yaxshilab, yemaklik zamburug'i kasbini ko'lamlashtirish, o'lchamlashtirishga, uning darajasini o'stirishga turtki bo'ldi.
Şenjanğa yordam beriyotgan mutaxassis texnika ixtisosliklarining afzalligini joriy qildirib, Manas nahiyasining yemeklik zamburg'i kasbidagi kamtiklikni to'liqlash, zanjirni uzartishga kuchab, butkul kasbning iqtisodiy unumini oshiramiz. Yil beshidan 6 ayning oxirigacha Jongo bankisi Şenjan sho'basining yezi egiligiga munosabatli qarz qoldig'i 73 milliard yuandan eshib, yezi egiligiga munosabatli 30 mingdan ortiq tijorat asosiy gavdasiga mulozimat qildi. Şenjan Taykang shal teriqchilik kasbiy kooperativi sort yetishtirish, terish, setib setishni bir gavda qilgan. Jongo bankisining Şenjan sho'basi shal o'rish mazgiliga oz qolganligini ko'zda tutib, mablag' yurishtirish ehtiyojini birma-bir aniqlab, kooperativga 6 million 500 ming yuan qarz berdi. Pul bevosita hisobotimizga kirdi. Shal setib olganda dehqonlarning pulini vaqtida bera oladigan bo'ldik. Jongo bankisining Şenjan sho'basi diqqatni oshliq, paxta, bog'vanchilik, chorvachilikdan iborat 4 nuqtalik sohaga markazlashtirib, yez egilik butun kasb zanjirining mablag' yurishtirish ehtiyojini ko'p nuqtadan qondirdi. Dehqonlarga naf yetkazish hammabop qarzi, dehqonlarga foydali qarz qatorliq o'zgacha umumiy manfaatlar pul muomala turlariga tayinib, yez egiligiga chetishliq inovatli qarzni tasdiqlash tartibini oddiylashtirish, inovatni jonliq berish andisida yangilik yaratish qatorliqlarni sijil a'lolashtirib, yez egiligi tijorat asosiy gavdasining mablag' yurishtirish sharti va mablag' tanarxini to'valtib, yez egiligiga munosabatli tijorat asosiy gavdasiga uzilmas pul muomala quvvati berdi. Oddiy ham go'zal bo'lgan bir joyga bir tur bo'lish o'zgacha mulozimat andisi barpo qilib, ko'chong bug'doy qarzi, turpan qo'g'in tovuz qarzi qatorliq yerlik o'zgachilikka ega 30 necha xil mulozimat loyihasini yo'lga qo'yib, 1300 necha oilalik dehqonga 1 milliard 700 million yuanlikdan ko'proq inovat berdik. Şinjan yaxshi joy temisidagi Şinjanga g'ayri-moddiy madaniyat meroslari jihatda yordam berish 2026-yillik bosh temliq ko'rgazma faoliyatida yorqin nuqtalar orqa-orqadan barliqqa keldi. Faoliyatda ko'rgazma rayonini yo'g'irish yeng andisi ijodiy qo'llanilib, rayon madaniyat, san'at chek-chegarasi buzib tashlanib, joylarining g'ayri-moddiy madaniyat meroslari soha halqib uchrashtirilib, o'zaro yo'g'irilib, yep-yangi hayotiy kuchi namoyon qilindi. Beijing bilan yordamga erishayotgan joy Xotanning ko'rgazma supasida nafis ham jonliq bo'lgan Beijing teri qo'rchoq o'yini, dutlar yasash hunari, 13 muqam san'ati tangli namoyon qilindi. Butun o'yinda Van Tongshu xotinning 13 muqamni qutqizish, uningga varislik qilish jarayonidagi ta'sirli hikoyasi asosiy liniya qilinib, bu 3 turlik g'ayri-moddiy madaniyat merosi hunari mukammal yo'g'irildi. Bu o'zgacha o'yin har kuni doimliq o'ynaladi. G'ayri-moddiy madaniyat meroslarining yo'g'irilishini texmi mukammal namoyon qilish uchun bu qitim davlat darajasi g'ayri-moddiy madaniyat merosi turi teri qo'rchoq o'yini Beijing teri qo'rchoq o'yinining vakillik varisi Lu Baogang yarim oy sarf qilib ko'ngil qo'yib izlanib 3,5 minutlik bu teri qo'rchoq o'yini qisqa teatrni tayyorladi. Teri qo'rchoq o'yindan iborat bu an'anaviy san'at bilan Şinjanning muzikasini yo'g'irib, azroq soha halqitib, ko'pchilikka g'ayri-moddiy madaniyat meroslarining yo'g'irilish go'zalligini namoyon qildik. Sahnadagi ko'rakdan tinch holatdagi ko'rgazmagacha faoliyatning butun jarayoniga yo'g'irilish ideyasi singdirildi. Ko'rgazma rayoniga kelib qalam siyoh bilan madaniyat yo'g'irilishini his qilib baqayli. Zhejiang bilan Aqsuning birlashma ko'rgazma rayonida Jashin o'choq beshi rasmi bilan Kalpinning an'anaviy dog'mollab gul chiqarish hunarini ko'ra olamiz. Kalpinning dog'mollab gul chiqarish hunarida dog'mol qalam, yog'och qog'oz qilinib, Şinjan manzarasi tasvirlanibdi. Av tarafda Jangnanning qaynam tashqinligiga to'lgan ava turmushi aks ettirilgan. Ranglari qiyniq Jashin o'choq beshi rasmlari orqali janub bilan shimolning xalq ichi rasmlari o'zaro moslashib texmi go'zal manzara shakllanibdi. Abdunum rayonining 2026-yillik yoshlar o'smirlar qonunchilik yozliq lageri tadqiqot o'g'inish faoliyati 7 oyning 29 kuni Urumchida boshlandi. Faoliyatda anar donasi bolalarning qalbi partiyaga talpinadi. Qonunchilik safari bosh tema qilindi. Şinjandagi 14 viloyat oblast shahardan tanlangan 95 har millat munavvar yosh o'smir vakil Beijingga berib 12 kunlik qonunchilik tadqiqot o'g'inish amaliyatiga qatnashdi. Ilgari bundaq faoliyatga qatnashib baxmagan, Beijingga bordiganligimni o'ylasam intayin hayajonlanaman. Bu qitimliq yozliq lagerda o'quvchilar Tiananmen maydoni, Sadichin sepili, Yuanming bog'chisi qatorliq joylarga bordi. Faoliyatda mavqe yoshlar o'smirlarning bilish qonuniyati va o'sib yetilish alohidligiga qo'yilib, qonunchilik tarbiyasi andisida yangilik yaratilib, an'anaviy darsxona tarbiyasi amaliy naq maydonda his qilish, amaliy qatnashishdek jonliq qonunchilik o'qitishiga aylantiriladi. Armeniya Diplomatiya Ministerligi Axborot va ommaviy diplomatiya mahkamasi uchur va raqamlik diplomatiya boshqarmasining boshlig'i Shiroz Xivakimyan boshchiligidagi ekskursiya ziyorat o'maki 7 oyning 23-24 kuni Şinjanda ekskursiyada va ziyoratda bo'ldi. Ekskursiya ziyorat o'maki asos qatlamdagi mahalla, Şinjan xalqaro cho'ng bozori, Urumchi madaniyat markazi qatorliq joylar beqish va madaniyat tarbiya faoliyati qatorliq funksiyalarni hozirlagan bo'lib, har millat aholisi kirib chiqib turadi, kulki sadosi uzilmaydi.
qildi. Ekskursiya ziyorat o'miki a'zolari Jungo xattatliqining jalbkorligini bevosita his qilib, o'zgacha do'rliq choy ichib, bas-basda maqtadi. Bu yerda hukumatning ommaviy turmushining har qaysi sohalarigacha naqadar ahamiyat berganligini ko'rdik. Bu mahalla mulozimat markazi nurg'un oilaning holiga yetibdi. Bu yerda kishilar har xil masalalarni hal qila oladi ekan. Ekskursiya ziyorat o'miki Shinjang xalqaro cho'ng bozorini aylanib ekskursiya qildi. Tonurdan mazalik yet kelayotgan sayohatchilar o'lishib quruq yemishlardan yeb yiqayotgan edi. Dabsadasi bilan xaridor chaqirgan ovozlar qo'shilib, Urumchining qaynam tashqiliqi avotliqini aks ettirib turadi. Ekskursiya ziyorat o'miki yana avtonom rayon qurilganligining 70 yilligi bosh temisidagi muvaffaqiyatlar ko'rgazmasini ekskursiya qildi. Shinjangdagi o'zgarishlar xotirlangan, har millat ommasining baxtli turmushini namoyon qilib turgan har bir ko'rgazma buyumini ko'rganda Shinjangning 70 yildan buyongi taraqqiyotini bas-basda maqtadi. Bundaq cho'ng ko'lamdagi ko'rgazmani tunji qitim ko'rishim bak hayron qoldim. Ko'rgazmada namoyon qilingan natijalar kishini qoyil qiladi ekan. Shinjongning taraqqiyot tajribalari o'rnak olishimizga arziydi ekan. Turpan shahridagi shaharga bevosita qarashliq ommaviy apparatlarning yeshil tokni markazlik bir tutash setib olish turi yaqinda umumyuzlik amaliylashib, shaharga bevosita qarashliq partiya hukumat organi va kasbiy o'rin bo'lib 84 apparat jami 39 million kilovat soat tokni bir tutash setib oldi. Yeshil tok nisbati 100% ga yetdi. Bu ma'muriy ishlar, ommaviy davolash, madaniyat tantarbiya qatorliq sohalarning pokiz tok ishiltish ehtiyojini qondira oladi. Bu qitimliq yeshil tokni markazlik bir tutash setib olishda ilgirki har qaysi o'rinlar o'z oldiga setib olish andisi o'zgartirilib, bir tutash planlash, ishiltish ahvoliga asosan bahoda kelishish, bir tutash setib olishdek bozorlashgan savdo usuli qo'llanilib, Turpanning shamol yo'riqliq energiyasidan chiqarilgan yeshil tok setildi. Tür əməliləşkəndən keyin nəhayət tezla ülgü göstəriş önümü görüldü. Turpan şəhərinin başqa nahiyələrimi əməliyyatga birləşdirib mas qədəmdə alğı sürdü. Növbətdə 90 nahiyəsidəki partiya hökumət organi kəsbi o'rin bo'lib 77 apparat 18 million kilovat soat tokni bir tutash setib oldi. Pichan nahiyəsi bir tutash setib olish loyihasi tuzib, yiliga 29 million kilovat soat yeshil tok ishlatishni planladi. Şinjanni ichish gullantirish medaliga erishguchi. Avtonom rayonlik geologiya idorasi Qashqar geologiya cho'ng atirti qazilma boyliq chorlab tekshirish o'rnining muavin boshlig'i Xafubov Koylon teg'ining ichkarisida uzun yildiz tortib, kollektivini yetaklab, kan izlab, geologiya xizmatchilarining burishni zimmaga olishini ching turish va amaliy ishlash orqali amalda ko'rsatdi. Muxbir Xafubovni uchratganda u xizmatdoshlari bilan yangi yiqqan roda avrishkisini tahlil qilayotgan edi. G'arbiy Koyinlon tog'i hosil bo'lish balbig'ining g'arbiy bo'lagidagi ko'k chilg'i tavallik rayoni yil bo'yi sovuq, oksigen kamchil, geo qurilmasi murakkab, kan shakllanish andisi alohida bo'lg'achqa, kan o'rnini an'anaviy chorlab tekshirish usuli orqali dal joyida bekitish nihoyat qiyin edi. Xafubov o'tkal hujum qilish maxsus korpusini bosh bo'lib qurib, kan izlash, o'rin bekitish yangi usulni ijodiy shakllantirdi. Yangi usulda ko'p turlik ilg'or texnika vosita birlashtirilgan geo qurilma qonuniyatiga asosan qayerda kan borligini nihoyat tez topqili bo'ladi. Bu kan izlashni tajribasiga asosan keng doirada aloqo'ymay tekshirishdan nishonni ko'zlab dal joyida ish qilishga o'zgartdi. Ular yaqinda mushu yangi usuldan foydalanib 1000 metrdan cho'nqur burg'ilab oltin keni bayqadi. 2 yil jarayonida Xafubov kollektivni boshlab ko'plagan charlash o'lchash nuqtasini ilmiy o'rlashtirdi. Geologiya sohasidagi sirliq joy deb atiladigan Koyinlon teg'ida kan rayonidagi boyliqni to'liq aniqladi. Xafubov xizmat jarayonida odam tarbiyalashga nihoyat ahamiyat berib, texnikada g'olliq yosh xodimlarni ko'plab yetishtirdi. Davomli sharqqa qarab kengaytib, favqulodda cho'ng tipdagi oltin kenidek texmi yuqori nishonni bayqashga tirishimiz hamda bu bir yurish charlab tekshirish usulini yaxshi xulosalab, yaxshi umumlashtiramiz. Bo'rtala oblastlik xalq hukumati partiya korpusining a'zosi, oblastning muavin boshlig'i Doyinkun intizomga, qonunga og'ir xiloflik qilishga chetilganlikdan navbatda Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatdan tekshirilyotdi. Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganingizga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. 准东行，准能行。